O'zbekistonda nosvoy, tamakili va nikotinli snyuslar savdosini taqiqlash taklif qilinyapti. Bu haqida Alkogol va tamaki mahsulotlari bozorini tartibga solish va vinochilikni rivojlantirish agentligi tomonidan ishlab chiqilgan Alkogol va tamaki mahsulotlari aylanmasini tartibga solish hamda iste'mollarni cheklash to'g'risidagi qonun loyihasida belgilangan. Inson salomatligi uchun katta zarar hisoblangan nos chekimligiga tobe bo'lganlar uchun bu noxush xabar yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligining tamakiga qarshi kurashish bo'yicha mutaxassisning ma'lum qilishicha, loyiha O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga ko'rib chiqish uchun kiritilgan. Bugungi kunda tutunsiz tamaki mahsulotining 23% erkaklar, 0.2% ayollar iste'mol qiladi. Shundan qariyb 90% bu nos mahsulotiga to'g'ri keladi. Xo'sh, yurtimizda bu mahsulotni sotilishiga chek qo'yish borasida yurtdoshlarimiz qanday fikr bildiradi? Kategorически yaxshi emas nos. Shu qolganligi ham shu tavsiya qilaman, chekmasin. Sigaret ham chekish yaxshi emas. Tamaki bari sog'liqqa zarar-ku. Yomon, yaxshi emas. Chekmas kerak. Agar nos sotilmasa, nima qilasiz? Sigaret chekamiz, iloji yo'q. O'rganib qolgan tashlash qiyin. Nos tashlash tavsiya qilaman, o'zim stomatolog bo'lib ishlayman. Tish to'kilishiga olib keladi, og'iz bo'shlig'i tubida rakiga olib keladi. Men sigaretni mana tashamay yuribman, odam o'zida iroda bo'lishi kerak. Mana tashiyman ham, xudo xolasa, mana iloji boricha kuniga 2 pochka chekardim, 2 ta 3 ta chekyapman donali. Nosvoy mahsulotini bugun asosan erkaklar iste'mol qilishini hisobga olib, ayollarimiz bunga qanday munosabat bildirishiga qiziqdik. Albatta salbiy. U yaxshilik olib kelmaydi-ku, ohak bo'ladi ichi tarkibida. Faqatgina bir kuyovim chekadi. Bunga ham chekmagin deyman. Hurmatim mashina o'liga. Chek bo'lsa juda yaxshi bo'ladi. Men erim chekmaydi lekin. Iloji bo'lsa chekmasa kerak-da nosi. Voy, nos chekadigan erkaklar vobshe xohlamayman. Og'zidan badbo'y hid keladi. Bunaqa negativ insonlarda o'zini boshqara olmaydi. Men nos chekadigan, sigaret chekik erkaklardan nafratlanaman. Bugun O'zbekiston Markaziy Osiyo mamlakatlari aholisi o'rtasida nosvoy iste'mol qilish ko'rsatkichining eng yuqorisidadir. Qirg'izistonda 5.2%, Qozog'istonda 1.3%, Turkmanistonda 1.4%. Bundan tashqari tutunsiz tamaki mahsulotlarining 13-15 yoshdagi o'smirlar orasida iste'mol qilinishining darajasi ham O'zbekistonda qo'shni mamlakatlarga qaraganda eng yuqori, ya'ni 6% ni tashkil etmoqda. Tarkibida nikotin bo'lgani uchun u birinchidan nikotinga qaramlikni keltirib chiqaradi va ikkinchidan rak kasalliklariga, ayniqsa og'iz bo'shlig'i, halqum, lav, qizilo'ngach, oshqozon kabi rak kasalliklarini keltirib chiqaradi. Turkmanistonda 2008-yilda nosvoy taqiqlangan. Bu o'tgan yil 20-yilda Qozog'istonda nosvoy umuman chekilmaydigan tamaki mahsulotlarini aylanmasi taqiqlandi. Mana endi vaqt keldiki, O'zbekistonda ham bu masalani ko'tarib, bu masalaga ham keskin chora ko'rishimiz kerak. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham hozirgi kunda bu nosvoy taqiqlash masalasini hozir qo'llab-quvvatlamoqda. Agar nos savdosiga chek qo'yilsa, bu mahsulotning iste'molchilarining huquqi buzilmaydimi? Sifati yaxshilansa, bu iste'molchilar qulaylik. Lekin yana bir narsa emas. Buni cheklab qo'yib, o'rtada nos chekuvchi iste'molchilar boshqa mahsulotga, ikkilamchi mahsulotga o'rganib ketishiga hech kim javob bermaydi. Shuning uchun bu 7 o'lchab bir kesish kerak degan xulosadan boshqa narsa emas. Lekin to'g'ridan-to'g'ri nosni birdaniga cheklab tashlash o'rgangan yillar davomida chekib kelgan. O'shaning uchun buni albatta jamoatchilik bilan maslahatlashgan holda qilish kerak. Bu borada fikrlarni eshiting. Iloji boricha nosni yo'q qilishgani yaxshi. Organizmga juda ovozga qo'yib ko'rish kerakmikan? Juda ham yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Zarari sog'liqqa. Bu Qur'oni Karimda ham yozilgan, inson o'zini tanasiga ziyon keltiradigan narsalardan o'zini tiysin deb yozilganda. Nos chekadiganlargami? Men tavsiya beraman, umuman chekmaslik kerak. Mazkur qonun loyihasi kelajak avlod sog'ligi muhofazasi uchun qilinayotganligi hammaga ma'lum. Shunday bo'lsa-da, u jamoatchilik muhokamasiga qo'yilishi aniq. Muhokamalar natijasi esa nos savdosiga chek qo'yiladimi yoki yo'qligiga aniqlik kiritadi. Bu kun Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Hoshimjonov, Toshkent.